qiz sizni bezagovorочно sevib qolganini naqd 3 ta belgisi. Oldingi videoda yigit sevib qolganligining konkret belgilari haqida gaplashgandik. Kстати, ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman, chunki o'tda realni konkretniy belgilarni aytganman. Hozir esa konkretni qizni sevib qolganligini 3 belgisini siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Uchinchisi esa eng muhimi, tak что videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Siz esa obuna bo'ling, chunki bu yerda barchasi munosabatlar haqida. Birinchisi, ma'lumki, prям shu yerdan bilmasangiz bo'ladi, qanchalik qizni sevib qolganini. U даже unga noqulay bo'lgan vaziyatlarda ham siz bilan aloqada bo'ladi. Bu degani, misol uchun ishda bo'lsa ham, o'qishda bo'lsa ham aloqani uzib qo'ymaydi siz bilan, nabarot harakat qiladi. Siz bilan ko'proq ko'rishishga, siz bilan ko'proq gaplashishga, даже вот занятой paytida ham siz bilan постоянно aloqada bo'lishga harakat qiladi. Chunki shu orqali u o'zining muhabbatini ko'rsatib beradi. Даже вот sevaman demagan bo'lsa ham, mana shu joydan bilib olsanglar bo'ladi, что qiz sizni sevib qolgan. Ikkinchisi, u bilan hammasi aniq va ravshan bo'ladi. U bilan qanaqadir o'yinlar, sizni tekshirish uchun qanaqadir manipulyatsiyalar yoki qanaqadir spetsialniy vaziyat yaratib sizni sinab olish uchun harakat qiladigan momentlar bo'lmaydi. Haqiqatan ham yaxshi ko'radimi, siz bu narsani his qilasiz. Qanaqadir manipulyatsiyalar yo boshqa narsalarni, o'yinlarni unda ko'rmaysiz. Mana shundan ham qizni sof sizga nisbatan munosabatda sizga nisbatan emotsiyalar borligini anglab yetsangiz bo'ladi. Nihoyat, 3-chi va eng muhim belgilardan biri, u sizni o'zini kelajagiga qo'shadi. Bu dushida qiladigan ishlariga sizni qo'shishga harakat qiladi. Misol uchun, o'tga boramiz, davay yozda, tam cho'milishga toqqa chiqamiz, aylanamiz, sayohat qilamiz yoki bir haftadan keyin shunaqa ishim bor, men bilan birga boring va hokazo degan planlarni siz bilan birgalikda quradi. Bu degani, kelajakda siz bilan отношения qurib, dальше ketish niyati bor degani. Mana shundan ham, в принципе, erkaklarda ham, ayollarda ham agar sevib qolsa, o'zini kelajagiga qo'shishga harakat qiladi. Chunki siz uni hayotida nima deydi, nezaменимый o'ringa egasiz. Mana shundan ham qizni sevib qolgan va sizga nisbatan munosabat haqiqatan искреннийligini anglab yetsangiz bo'ladi. Xo'sh, siz qaysi девушкасida mana shu belgilar bor va bu belgilarni ko'rganmisiz? Обязательно kommentariyada yozib qoldiring. Мне кажется, qizlarga o'qish juda ham qiziq bo'ladi. Siz esa o'z blogimda kutib qolaman, chunki bundan da qiziqarli videolarni mendan обязательно kutib qoling.